Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gerund va infinitiv o'rtasidagi farqni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari bugungi mavzuyimizda verbda qanday noun yasashni a, o'rganib olamiz. Va qaysi verbdan so'ng biz to ishlatamiz va qaysi verbdan so'ng biz ing olishni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, qani bo'lsam boshladik. Birinchi navbatda biza a, ya'ni verbga ing qo'shgan holatda nounni hosil qilamiz. Misol uchun read. Read bizda o'qimoq degani. Endi uni nounga o'zgartirish uchun unga ing qo'shamiz. Reading. Ya'ni reading bizda o'qish bo'lib ketdi. Keyingisi swim. Swim bizda suzmoq degani. Endi uni nounga o'zgartiradigan bo'lsak, swimming bo'lib ketadi. Endi bu yerda ikkita m ishlatganimiz sababi bizda w bilan m orasida I harfi qolib ketgan. Ya'ni bu vaziyatda biza m ni ikkilantiramiz. Ya'ni 2 marta m ni yozishimiz kerak. Keyingisi bizda learn. Ya'ni learn bizda o'rganmoq degani. Endi uni nounga o'zgartirish uchun unga ham ing qo'shamiz. Ya'ni shunda u learning bo'lib ketadi. Learning. Ya'ni learning bizda o'rganish bo'lib ketadi. Va keyingisi bizda write. Write. Write bizda yozmoq degani. Endi uni nounga o'zgartiradigan bo'lsak, writing bo'lib ketadi. Writing. Ya'ni bu yerda qizil qilib qo'yganim sababi bizda write'dagi e harfi tushib qoladi va uni o'rniga ing qo'shamiz. Keyingisi speak. Speak bizda gapirmoq degani. Endi uni noundagi shakli speaking bo'lib ketadi. Speaking. Ya'ni speaking bizda gapirish degani. Xo'p, endi bunga bir qancha misollar ko'radigan bo'lsak, reading books improves your knowledge. Ya'ni bu yerda reading books degani kitob o'qish. Kitob o'qish sizni bilimingizni yaxshilaydi. Swimming is good for your health. Ya'ni suzish sizning sog'lig'ingiz uchun foydali. Ya'ni bu yerda swimming ya'ni suzish bo'lib kelyapti. Ya'ni noun ma'nosida. Keyingisi learning English takes time. Ingliz tili o'rganish vaqt oladi. Ya'ni bu yerda ham learning bizda noun bo'lib kelgan. Keyingisi writing helps me remember new words. Ya'ni yozish menga yangi so'zlarni eslashga yordam beradi. Ya'ni bu yerda ham writing bizda noun bo'lib kelgan. Ya'ni yozish. Va keyingisi bizda speaking. Speaking English every day improves fluency. Ya'ni har kuni ingliz tilida gapirish sizni ravonligingizni yaxshilaydi. Bu yerda ham speaking bizda noun bo'lib kelgan, ya'ni gapirish. Keyingi holatimiz bizda verbdan so'ng to keladigan holatlar. Ya'ni biza shu verblardan so'ng to ishlatishimiz kerak. Misol uchun want to. Ya'ni want bizda xohlamoq degani. Plan to rejalashtirmoq. Decide to qaror qilmoq.
try to urinib ko'rmoq, hope to umid qilmoq, expect to kutmoq, offer to taklif qilmoq, forget to esdan chiqarmoq, need to kerak bo'lmoq, promise to va'da bermoq, refuse to rad etmoq, learn to o'rganmoq. Ya'ni bilingki, agar siz bu gaplarni gap tuzganda bu verblardan foydalanayotganingizda ulardan so'ng to'ni ishlatishingiz kerak. Misol uchun, bir qancha misollar ko'radigan bo'lsak, I want to learn English. Men ingliz tilini o'rganmoqchiman. Ya'ni o'rganishni xohlayman. Ya'ni bizda bu yerda wantdan keyin to kelgan. Ya'ni bu yerdagi to hech qanday ma'noni bermaydi. Shunchaki shu verbdan so'ng biza to'ni ishlatishimiz kerak. Keyingisi, I plan to visit Samarkand this year. Ya'ni bu yil men Samarqandga tashrif buyurishni rejalashtiraman. Ya'ni bu yerda ham plan to, ya'ni plan to degani rejalashtirmoq degani. Keyingisi, I decided to buy a new car. Men yangi mashina sotib olishga qaror qildim. Ya'ni biz ham bu yerda decidedan so'ng to'ni ishlatamiz. Keyingisi, I am trying to find a new job. Ya'ni men yangi ish topishga harakat qilyapman. Ya'ni bu yerda ham bizda to kelgan trydan so'ng. Keyingisi, I hope to travel abroad one day. Ya'ni men umid qilaman bir kuni xorijga sayohat qilaman. Ya'ni bu yerda ham hope'dan keyin biz to'ni ishlatamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biza mana shu verblardan keyin to'ni olishimiz kerak. Keyingisi bizda verblardan so'ng ing ishlatadigan holatlar. Birinchisi bu enjoy. Enjoy degani bizda zavqlanmoq degani. Keyingisi stop. Stop degani to'xtatmoq degani. To'xtamoq degani. Finish tugatmoq. Suggest taklif bermoq. Mind qarshi bo'lmoq. Misollar ko'radigan bo'lsak, I enjoy learning English. Men ingliz tili o'rganishdan zavqlanaman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda enjoy va undan keyin kelgan verb bizda ing olyapti. Ya'ni shunda enjoy learning, o'rganishdan zavqlanish. Ya'ni bu yerda verb emas, shunchaki noun bo'lib kelyapti. Keyingisi, I stopped working on this project. Men bu loyiha ustida ishlashni to'xtatdim. Ya'ni stopped working. Ishlashni to'xtatdim degan ma'noda kelyapti. Ya'ni biz stopdan keyin, undan keyin kelgan verbga ing qo'shib yubordik. Keyingisi, I finished doing my homework. Men uyga vazifamni qilishni tugatdim yoki tamomladim. I suggest reading this book. Men bu kitobni o'qishni tavsiya beraman, taklif qilaman. Keyingisi, I don't mind helping my friends. Ya'ni men do'stimga yordam berishga qarshi emasman. Mind helping. Keyingisi bizda to va ing keladigan holatlar. Ya'ni xohlasangiz to'ni, xohlasangiz ingni ishlatishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar. Bizda shu verblardan so'ng xohlasangiz to, xohlasangiz ing ishlatasiz. Like yaxshi ko'rmoq, love juda yaxshi ko'rmoq, start boshlamoq, prefer afzal ko'rmoq, hate nafratlanmoq, continue davom etmoq. Misol uchun, I like reading books.
Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. I like to read books. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Ya'ni bu ikkalasi ham bir xil. Faqat, farqi shundaki, agar siz, uh, agar siz, like'dan keyin keladigan verbga ing qo'shmoqchi bo'lsangiz, unda bu yerda to qo'yib o'tirishingiz shart emas. Agar siz, like'dan keyin to ishlatadigan bo'lsangiz, undan keyin keladigan verbga ing qo'shib o'tirishingiz shart emas. Va keyingi misol I prefer drinking tea. Men choy ichishni afzal ko'raman. I prefer to drink tea. Men choy ichishni afzal ko'raman. Ya'ni bu ikkalasi ham bir xil ma'noda. Lekin farqi shundaki, agar siz prefer'dan keyin, verbga ing qo'shmoqchi bo'lsangiz, to qo'yishingiz shart emas. Agar siz prefer'dan keyin to ishlatadigan bo'lsangiz, undan keyin keladigan verbga, ing qo'shmaysiz. Asosiy farqi, mana shunda. Xo'p do'stlar, bugun, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan, ma'lumotlar shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.